differentiable function mana shu berilgan f p ni qiymati so'ralgan ekan. Okay. Qanaqa fikrlar bor? Ochib chiqib, IVP'ni qo'llasak bo'ladi. IVP ni qo'llasak bo'ladi. Okay. Yaxshi fikrga o'xshadi. 0p sinus 3x dx. Yana bitta parti bor, 0p x dx. Okay. Qaysi biriga qo'llaylik IVP ni? Menimcha mana bunga qo'llaganimiz yaxshiroq. Double prime bor ekan. Bittadan ichiga olib kiramiz. fx hosilasi bo'ladi. IVP ni ishlatamiz. Ikkala taraf ko'paytirganimiz 0 bo'lib ketar ekan. Buni ko'paytirib p ni qo'yganimizda 0 bo'lib ketadi. Minus integral f prime x. Bundan endi hosil olishimiz kerak. 3 ta cosinus 3x dx qoladi. Okay. Keyinchi bas mana bu bor. Sinus 3x ni kiritib yuborsa, ichkariga qisqarib ketadi keyin. Qaysi biridan? Mana bu ikkinchisida sinus 3x ni dx ni. Mana buni yana bitta IVP ni qo'llasakchi, bu ham bir xil bo'lmaydimi? To'g'rimi? Ha? To'g'ri. Shunaqa qilaylik. Mana shuni fx ni o'zini olib kiramiz yana bu yerga. IVP ni ishlataman. Okay, minus 3 cosinus 0 qo'yganimizda nima bo'ladi? P da 0 bo'lib ketadimi yoki? Bilmadik. Qo'yib ko'raylik. Cosinus 3x x 0p bas. Yo'q, endi minusdan bo'ladi. To'g'rimi? Minusdan 9 integral fx bu yoqqa chiqadi, sinus 3x bo'ladi. Bir xil bo'lib qolar ekan. Qisqarib ketadi yig'indilarda. Demak, integralimiz shunga teng bo'ldi. P ni qo'yamiz. Minus 3 ga bo'lib o'raylik. P ni qo'yganmiz. Cosinus 3p dan nimaga teng? Minus 1 mi? fp endi 0 ni qo'yamiz. 0 da 1 f0 minus f0 teng minus p kvadrat. f0 1 ga teng. Demak fp p kvadrat minus 1. Shu. Adashmasam.